Assalomu alaykum. Biz bugun Buxoroga ketyapmiz. Biz Buxorodamiz. Navbatdagi do'kon keldik, hozir ichkariga kiramiz, ketdik. Assalomu alaykum. Kayfiyatlaringiz? Ismingiz? Aziza, Magina, Lola, Azizbek. Istat. Sizga brenddagi mahsulotni ko'rsataman. Yeb ko'rasiz. Rost ekasimiga shuni aytasiz. Qaysi biri zo'r? Aytasiz, birinchi yo ikkinchi raqam. menga birinchisi ma'qul. Birinchisi yoqdi. Birinchisi? Birinchisi. Marhamat, birinchisini ochamiz. Rozmetov. Ikkinchisi kim deb o'ylaysiz? Bu konkurentlar edi. 61% sotuvchilar aynan Rozmetov pishirilgan kolbasalarni maslahat berishar ekan. Siz maslahat berib turasizmi? Конечно. Kimgadir salom yo'llaysizmi? Farg'onaga. Farg'onaga bo'lsa, ketdik Farg'onaga.